Keyincha Said Ali Olib bilan Zaynab bibining to'y qilolmaganligini, Zaynab bibining Mirza Ulug'bek haramiga avatilib, Said Ali Olibning zindonga tashlanganligi haqidagi shum xabarni angladi. Said Ali Olibning Zaynab bibi bilan to'y qilolmaganligidan xush bo'lgan bo'lsa-mu, lekin chin yuragidan sevgan yigitining zindonga tashlanganligidan qattiq azoblandi. Yigitning taqdiridan andisha qildi. Aksi Shahzoda Uvays xonni Said Ali Olibni qutuldirishning amalini qilishga da'vat qildi. Keyin aksi xon tog'izi bilan taxt davosiga tushdi. Shuning bilan Said Ali Olibni qutuldirib kelish ishi ancha tilga ilinmaydigan bo'ldi. Ammo u sulton xonim o'ltirsa qo'psa Said Ali Olibni yod etdi. Yuragida amdili bixlanishga boshlagan nozik tuyg'ular uni azoblaydi. Tang tushlari bilan nikoh, oila haqida parang selishganda yoki qaysi bir do'stining qaysi bir amirzodiga kuyib qolganligini, qaysi bir do'sti bilan qaysi bir amirzodining to'yini qilish uchun choy ichirilganligini anglaganida Said Ali Olibni ixtiyorsiz ko'z oldiga keltirdi. Hasratlik uratdi. O'zining to'ylashmoqchi bo'lgan yigitini Said Ali Olibga o'xshatib xiyol qiladi. Osh kuni onasi Malikaning akasi bilan ostonadan maxfiy chiqib ketib, Said Ali Olib bilan to'y qiladiganligini aytibdi. Malika qulqiga ishonmay qoldi. Onasini ortiq so'zlatmayla rozilik berdi. Yuragidagi hayajonni onasiga sezdirmaslikka tirishdi. Akasi bilan Tarim vodisidagi to'g'roqlikqa yetib kelib, Said Ali Olib bilan qayta uchrashganda o'zini qattiq tutib oldi. Yigitlardek yosinib olganligi uchun Said Ali Olib uni tonimagan edi. U to'g'roqlikqa yetib kelgan kunining at-salom to'yi bo'ladiganligini xiyoliga keltirmagan edi. Uningga Said Ali Olib bilan sirdishish, yuragidagi ishiq o'tini yigitning yuragiga tutashtirib, ondan to'y qilish nasib bo'lmadi. To'ydan keyinmi ular kamdan kam paranglashdi. Shahzoda Uvays xon bilan cho'ng ishlarni vujudga chiqarish uchun tayyorlik qilayotgan Said Ali Olib ko'pincha vaqtlarda sirtda bo'ladi. Uning ustiga bir yerda uzun turmaydi. To'xtamay ko'chib yuradi. Nima degan o'moqsiz Malika? Jahondagi eng nozik bir gulning to'yiqsiz ma'nis bo'lishini xiyolimga keltirmabdi ekanman. Deydi Said Ali Olib uni bag'riga besib. Bundaq vaqtda u sulton xonim o'zini har qancha baxtiyor sezsa-mu, Zaynab bibi xiyoliga kirib olsa, allaqandoq bir rashk azobida to'lg'anadi. Zaynab bibining to'limi yiroqda. Mirza Ulug'bekning harimida ekanligini bilib turibmi, bu rashk azobidan qutula olmagan edi. U Said Ali Olibning o'ziga xuddi Zaynab bibiga oshiq bo'lgandek oshiq bo'lishini orzu qiladi. Ammo bu orzusini til orqali ifodalashga ojizlik qiladi. Ayollik g'ururi yo'l qo'ymaydi. Kichkidan boshlab ishq muhabbat tasvirlangan she'rlarni, kitoblarni o'qib cho'ng bo'lgan bu qiz ana ashundoq hissiyotga boy ham g'ururi kuchli edi. Said Ali Olibning o'ylamayli maqsadsiz holda "Oshiqni oshiq bo'lgan odam tushunadi" degan so'zi uning g'ururiga qattiq tekkan. Yuragidagi rashk azobini qayta qo'zg'ab qo'ygan edi. Ma'qul desizlar Malika. Bu ishlarni endi tagashmaydi. dedi Said Ali Olib kuchli bilaklari bilan ayolini quchoqlab turib. O degan
allaqachon o'tmishga aylangan ishlar. Ammo mayli ishonsizlar, mayli ishonmasizlar, men o'zlariga haqiqiy oshiq. Hozir ol Zaynab bebidin o'g'li bo'lsa-mu, o'zlariga tan qilmayman. U Sultan xonimning yuragi sho'rida erib ketdi. Kuchlik bir hayajondan vujudi titradi. O'zini olamchi baxt ilkida sezdi. Har qanday ayol kishi o'z eridan "Men sizga oshiq" degan javobni anglashni bekmo arzu qiladi. U Sultan xonim kech kunduz arzu qilgan bu javobga oxir erishdi. U Sultan xonim Said Ali Olibning bo'yniga kira silib, ko'ziga muhabbat bilan tikilib turib so'radi. Bu deganlari rostmi? Haqiqiy yurak so'zlarimi? Shundaq malikam. Haqiqiy yurak so'zim. Dedi Said Ali Olib ayolini mehr bilan bag'riga besib. U Sultan xonim erining kang ko'krigiga beshini qo'yib, buqildab yig'lavatdi. Nimaga yig'laydilar malikam? Yig'lig'ili qo'ysila. Xushalliqdan, baxtdan yig'layapman. Bilamdila Amirzodam, men o'zlariga xeylidan beri oshiq edim. Qasrimizga og'amni izlab kelib, o'qiyotgan kitoblarimni, gul tikayotgan kashtilarimni tartib olgan vaqtlardan tartib oshiq edim. Hayajonlangan Said Ali Olib ayolini so'ziga qo'ymay, lavlariga lav yoqdi. U Sultan xonim eri Said Ali Olibning topshirig'iga binoan Turkiston malikasi Davlat Sultan xonim bilan tezli chiqishib, do'stlashib qoldi. Ha. Ashu kundagi o'rda ziyofatida shahzodaning ishq o'ti yelinjab turgan ko'zlari Turkiston malikasining yuragiga muhabbat o'tini tutashtirib, ko'ngil aromini buzayotgan edi. U harmidagi qasrida shahzoda Uvays xon bilan xiyoliy mo'ngdishib o'ltirishga faqat hafta bardoshlik beraladi. Bir amal qilib shahzoda bilan yana bir uchrashishning ko'yig'i tushdi. Ammo qiyirishqandek dadisi bilan onasi uni Amir sarkardalar qasridagi shahzoda Uvays xonning sharpiga uyushtirilgan mehmondorchiliklarga faqatli bili ilib bormadi. Bo'yiga yetib qolgan, uning ustiga texi beshi bog'lanmagan qizning hadisili mehmondorchilikqa qatirishi, nomahramlarga ko'rinishi yaxshi emas. Xohlagancha haramdan chiqmasalar, bu xon otilarining farmoni. Malika norozilik bilan do'msaydi, lekin qarshilik bildira olmadi. Ashu kundagi o'rda ziyofatida shahzoda Uvays xonning hech qanday parangga aralashmay, qiziga tikilib o'tirganini sezgan Amir Shayx Nuriddin sarkarda baglarning shahzodani kutib olish uchun chillagan mehmondorchiliklariga qizining berishini cheklab qo'ygan edi. Ko'nglidagini deganda Amir Shayx Nuriddin bu a'tiborlik malikasini shahzoda Uvays xonga nikohlab berishni bek xohlaydi. Lekin hech bir ishni vujudga chiqara olmay, qo'shqonlikda yashayotgan shahzodaning istiqbolidan gumonlanadi. Narsa bu mos keladi debla. Yurak poram bo'lmish qizimni ol shahzodaga bersam qandoq bo'lar? Sulton Muhammad xonning alpozidan qaraganda bu yaqinlarda Mo'g'uliston taxtini bu jiyaniga berishi mumkin emas. O'z ixtiyori bilan hargiz bermaydi. Shahzodaning ahvoli bo'lsa, shu. Pat yaqinda tog'isidan saltanatni so'yib ola olishida umid yo'q. Na tasarrufi, na saltanatining tayini yo'q bu qochqin shahzodadan. Turkistondagi martabasimi, mol dunyosimi bor amirzodlar mangasi yaxshi emasmi? Eng yaxshisi, malikani shahzodadan pinhon tutay.
Ko'rishaverib issiq o'tishib qolmasin yana. Ko'ngil ishiga bir nima deb bo'lmaydi. Hay esit. Hayat begimning o'l nozik gulini faqat shahzodali cheksiga qisishga loyiq keladi. Malika Dövlat Sultan xonim yoshirun ko'yik azobida puchilinib yurgan kunlarda o'ylamagan yerdan u Sultan xonim yo'qlab kelib qoldi. Marhaba, aziz qadamlarga muborak bo'lsin. Maşallah, altın boyları aman bo'lsin Malikam. Xeyli bo'ldi ko'rishalmadik. Ikki eg'iz halmon bo'lay deb keldim. Malika kenisaklarga buyurib dasturxon raslatdi. Oltin piyolada o'z qo'li bilan choy tutdi. Aslida mening yo'qlab berish yo'lim bor edi. Men berib bo'lguncha o'zlari yo'qlab kelibdilar. To'limi xijilman. Mehmon do'st sahibxonlikqa yarmig'inimni apu qilg'aylar. Yo'qsa, hargiz undaq deymisilar Malikam. Bilaman, Malikamning haramdan o'z maylicha ayrilmoqqa oson emas. Shunga agal o'zim salomga kelib, yo'l selib qo'yay dedim. Ular o'sha yo'sinda uzoq paranglashdi. Kichik piyil, xushxuy, bir oz erkimijas bu Malika u Sulton xonimga yarab qolgan edi. Bo'libmi, Malikaning go'zal husn jamoli uni tang qoldirgan edi. Og'amning bir ko'ribla oshiq bo'lib qolishi bekor emaskanda. Kundagi ziyofatda tunji ko'rishgan vaqtda chiroyiga ancha sep solmagan ekanman. Tova, Tangrim bandisini shundoqmi chiroyli yoritdi degan desa. Og'am meni Said Ali olibga nikohlab berib, murodimga yetkazgan edi. Endi menmi bu ishga oshiq mashhuqni tezroq visoliga yetkazish uchun bir ish qilay. Malikaning og'amga mayli bor ekan. Boya qasdanga og'amning ismini tilga olsam, bir dili huduqib tamtirab ketdi. Chandurmaganda qilgan bilan og'am haqida ko'proq parang qilishimni xohlaydiganligi bir jib chiroyli ohu ko'zlardan chinib qoldi. Oshiqlik degan shu. Tuyuqsiz paydo bo'ladi. Ammo yurakning qat-qatiga o'rnab ketadi. Uningga mubtalo bo'lgan kishining bu azobni tortmay amali yo'q. U Sulton xonim Xotanning bir kiyimlik havorang shoyisi bilan Yorkentning bir kiyimlik xon atlisini Malikaning oldiga qo'ydi. Layiqlarda bo'lmasimi qabul qilsalar Malikam. Yurtdan yurtga atlab, qechib yurgan odamning besotida tuzuk bir narsa bo'lmaydi ekan. Hashqalla, yilimi ko'p javobdilar. Bekmo esil sovg'atgan bu. Ajab musibti to'qilibdi. Men Mo'g'ulistonning atlas shoirlarini ko'rgan. Lekin buningdek esillarni ko'rmabdikanman. Andijon, Toshkent atlaslardan nechasi esilgan. Dövlat Sulton Malika sururiyat yuzsidan emas, chin yurgidan maqtov atadi. Demisimi, Yorkentning atlisi Xotanning yipak raxtlarining haqiqatan yiroq yaqinlarda danqi bor edi. Savdogarlar bu shaharlardan to'p yipak, shoyi, atlaslarni elib, dunyoning har taraflariga yo'tkaytdi. U Sulton xonim Malikaga sovg'a qilgan shoyi bilan atlas bo'lsa, maxsus buyurib to'qitilgan haqiqiy o'rda bo'yimi hisoblanadi. Uni u Sulton xonim akisi bilan Turpandan ayrilar vaqtida onasi to'yliq kiyim qilib tiktirib kiyish uchun bergan edi. Biz taraflarga berib o'ltirib kelsalar Malikam, dedi u Sulton xonim Malika Dövlat Sulton xonim bilan xo'shlashadigan chog'da alohida taklif qilib. Odam yolg'izchilikda ish pushqa tortib qoladi ekan. Boraman, cho'qim boraman.
dedi Malika va'da berib. Malika Davlat Sulton xonim uchun mushunchalik bahona yetarlik edi. U bu kechini ming tasda tong'i o'ladi. Atsa nashtada onasi Xonish ayimdan haramdan chiqishga ijozat so'radi. U sulton xonim bilan ko'rishib kelay. Yelimi xeyli vaqt bo'lib qoldi. Qoida bo'yicha uni yo'qlab haramga taklif qilib qo'yish yo'limiz bor edi. O sulton xonim nimani degan bilan Mo'g'uliston sultonining navrisidir. Berib yo'qlab qo'ymasak, ko'nglida bizni odamgarchilik yo'sullarini bilmaydigan to'mpay odamlarga deb qolmasin yana. Obdan o'ylabla Malikim. Aslida men bu yo'qlab qo'ysam bo'ladi. Lekin toza tavim yo'q turadi. Mening o'rnimda sil berib kelsizlar. Salımimni yetkizib qo'yala. Vaqti chiqqanda haramga kelib mehmon bo'lib yong'ay. Bek uzoq hayal bo'lib qolmag'ayla. Ma'qul ana. Xonish saroydan chiqishga tamshalgan qizini yana to'xtatib oldi. Shundaqla bormay, yaxshiroq sovg'at tayyorlab elib basila. Esiga kelmagan bu ishni onasining askartib qo'yg'inidan Malika boshqacha xush bo'lib ketdi. Ha, qandoq sovg'at elib barsam bo'lar? O'zlari bilsizlar Malikam. Sizli yoqtirganni o'l Malikimni yoqtirib qolar deyman. Ma'qul ana, amsi men yandim. Allohga omonat. U sulton xonim Malikining o'zini buncha tez ham buncha atigan yo'qlab kelishini xiyolg'imi keltirmagan edi. U Malikini ko'rib ham xushal bo'ldi, ham bir oz tamtiradi. Xizmatkorlarga dasturxon selishni buyurib, oshpazlarga etadigan taomlarni alohida chekiladi. Hurmatlarga loyiq kelmasimi qabul qilsalar Malika oyim, dedi Davlat Sulton xonim kenizaklarga ko'tirtib akirgan sovg'atlarni dasturxonga qo'yib. Voy xudoyim-ey, nima chiqaydiganlar? Pek avori bo'lib ketibdilar emasmi? Avori bo'ldi degichiligi yo'q. Ha, qani, choyga baqashtirsalar Malikim. Men hozirlik kiraman. U sulton xonim darhol dahlizning u tarafidagi hujra uyga kirdi. Tunugun qaysi bir amirning qasrida tang kechigacha sharobbozlik qilgan Sayyid Ali olib, texcha ezilib uxlayotdi. U sulton xonim erining burkutning tumshiqini aslatadigan qonsirini chimdib turib uyg'otdi. Tursila amirzodam, tursila uxlavermay. Sayyid Ali olib uyquga qonmagan ko'zlarini ta'sda ochdi. Odamni uxlug'li qo'ysalar-chi, Malikam. Tursila chaqqan, uyga mehmon keldi. Kimkan u buncha atiganda kelgan? Yeliqi yurak o'g'risi. Uyqusi echilmagan Sayyid Ali olib ayolining chaqchiqini tushunolmadi. Yurak o'g'risi? Sharobni ozroq ichsizlar, amirzodam. Mush kunlarda asoshlari toza joyida bo'lmayotidi. Atigini bomdod namozini qazo qilib uxlayotqilimi xeyli kunlar bo'lib qoldi. Unda qilmasizlar, ajoyib tetik, so'z harakatlari chaqmoqdek yigit edilar. Qarsizlar turuqlariga. Parg'ansiri izlangi bo'lib ketib boradilar. O'zlar qaysi kuni og'amning yurgini birining o'g'irlab olganligini aytgan edilar-ku. Ha, o'sha yurak o'g'risi uyimizga mehmon bo'lib keldi deyapman. Ha? Malika Davlat Sulton xonim kelgan o'xshamamdi. Kelgili xeyri bo'ldimi? Yo'q, yeniroq keldi. Saroyga boshlab oldiga bir piyola choy quyib o'zlarini uyg'otishim. Sayyid Ali olib oldirab tinab kiyimlarini kiyishga boshladi.
Amisiman, shahzodamga xush xabar yetkazay. Kelib mashq bilan didorlashsin. Hay, xush xabarni sal turibroq yetkazsa bo'larmikin? Malika yon pishini amdili ko'rpida qo'yib bo'g'icha, og'am isib kirsa Malikani o'ng'aysizlantirib qo'yamiz. Ham bizning bu ishni atay o'rinlashtirganimiz chinib qoladi. O chaqda Malika mening do'stligimdan gumonlanadi. Og'isi bilan ko'rishtirish uchun meni yo'qlab berib, uyga chillab tikan deb qoladi. Amisa, qay vaqtida kirsa bo'lar? Bir osh pishimdan keyin. Xo'p, farmon berdarman. U sulton xonim kayniga yondi. Said Ali olib kirib kelganda, shahzoda Uvaysxon qasrning hovlisida qilichvozlik mahorati mashq qilyotdi. Said Ali olib o'ng qo'lini ko'ksiga ilib salom berdi. Hoy! 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 Assalomu alaykum oliylari. Hoy! Va alaykum assalom. Dedi shahzoda mashq qilishni to'xtatmay turib. Garchi hozir qattiq sovuq tushib ketgan, talog'i juv kiymay chiqilib bo'lmasimi, shahzoda Uvaysxon xeyli yelin kiyinib olgan bo'lib, qattiq mashq qilganligi uchun tarlab ketgan edi. Bo'yinlaridan suz ho'r ko'tarilib turardi. Shahzoda oliylarining irodasiga qoyilman. Bu chaqqicha biror qitimmo atganlik mashqning qolganliklarini ko'rib boqmadim. Shahzoda Said Ali olibning gaplariga parvo qilmay mashqini davomlashtiraverdi. O'zdaga yetkazadigan bir xush xabar bor oliylari. Hey! Hey! Quliqim o'zladi. Hey! So'yinchisini bersizlar, ondin deyman. Dedi Said Ali olib shahzoda bilan cheqishib. Uvaysxon mashqdan to'xtashga majbur bo'ldi. So'yinchisini ilib ondin deydigan qanday xush xabar ekan o amirzodam. Agan so'yinchi va'da qilsalar. Said Ali olibning mushundaq chaqchaqlarga ko'nib ketgan Uvaysxon beparvolik bilan javob berdi. O'zladan so'yinchi aylansin amirzodam. Besotimda bor narsadan xohlagancha tanlab olsalar. Undaq bo'lsa yursizlar. Uyga kirayli. Hay, da'varsizlar. Men teq puqadan chiqqichi mashq qilolmadim. Ma'qul deb uyga kirsizlar. Shu tapda chekilardan tartapchilab turibdi. Usti boshlari yelin ekan. Sovuq tegib, tomodab qolmasalar yana. Shahzoda Uvaysxon Said Ali olibni ham og'a, ham do'st, ham kuy o'g'il tariqasida hurmatlaydi. Ancha-muncha chaqchaqlashgan bilan gap so'zga bek diqqat qiladi. Said Ali olibning gapini oldirab yirmaydi. Yursizlar amsa. Dedi shahzoda qilichini qiyniga selib turib. Tommash shahzodaning hujrasini o'ptalla isitgan edi. Shundaqdimi, mahram yigit cho'yin otashda qarg'ay o'tinining yelinjab turgan cho'g'ini elib kirdi. Shahzoda Said Ali olibqa qiyni xush xabarni aytmamdilar deganda qilib qarab qo'ydi. Ammo nimishqidir Said Ali olib bu xush xabarni aytishga oldirmadi. Yuz qo'llarini yuyib, kiyim yutib olsalar, ondin mung'dishaydi. Dedi Said Ali olib qo'liq bilan kalti yutilib qo'yib. Haqjon, oliylari noshta qilib bo'ldi-ku deyman. Shu topda kaminalari texin nochtasidir. Xotinlari nochtalik bermay uydan qo'g'lab chiqarmaganda. Dedi shahzoda chaqchaq qilib. Said Ali olib xirildab kuldi. Xudoga shukr. Bu chaqqicha Alloh egam o'l kunlarini tek ko'rsatmadi. Xeylini qarab boqdim. Bizning qasrning o'yisida paxtak o'g'ligandek emas. Shahzoda Uvaysxon Said Ali olib qo'liq bilan kalti yutilib qo'yib. Haqjon, oliylari noshta qilib bo'ldi deyman. Shu topda kaminalari texin nochtasidir.
Amirzodamning tangdasiz marganligi butkul olamga mashhur tursa, kuniga mingpaqdak o'g'il solsimi, o'gizlarda birimi turolmaydi. Bu ochiqlik tuhmat bo'ldi, dedi Said Ali olib. Ati o'gin kimning o'gsida paxtak o'g'laydiganligini ko'ribmi qolarmiz oliylari. Yengilishdilar Amirzodam. Bo'ytaqning o'gsida paxtak o'g'lamaydi. O'g'labmi qolar? O'zdami bundaq bo'ytaq o'tayvermaslar oliylari. Bu chaqchaqqa Shahzoda Uvaysxon kulolmadi. Beshini töven silib, hasratlik tortib qo'ydi. Ha-a. Malika Davlat Sulton xonimning ishq o'tig'i bardoshlik berolmagan Shahzoda Uvaysxon shu kunlarda dardmand bo'lib qolgan edi. Yuragidagi ishq azobini besish uchun biror 2 kosa sharob ichib olgandan keyin do'ttar chilib naqsh to'g'laydigan bo'lib olgan edi. U Malika Davlat Sulton xonimning jamolini yana bir qatim ko'rib olish uchun har xil amal tadbirlarni tuzib baqdi. Lekin orzusi amalga oshmadi. Qizini birga elib kelarmikin degan tamada Amir Shayx Nuriddinni qasrga mehmondorchilikqa taklif qilib baqdi. Shahzoda oliylari, oldirmisizlar? dedi Turkiston amiri Shahzoda Uvaysxonning taklifini seliqla rad qilib. Sizlar degan Turkiston eliga mehmon. Avval sohib xonlarning mehmondorchiligi tugisin. Qaraslar, o'rdadagi cho'ng kichik amir sarkarlarning hammasi o'zlariga mehmondorchilik qilish uchun navbat kutib turishibdi. Avval shu mehmondorchiliklar tugisin. Ondan shahona choylariga daxil bo'laydi. Shahzoda Uvaysxon o'rdadagi barliq sarkarda amirlarning qasriga kunda bir qitimdan mehmondorchilikqa borsa, yana 2 oysiz Amir Shayx Nuriddinni turalg'usiga chillay olmaydiganligini his qildi. Shu kunlarda Amir Shayx Nuriddin mehmondorchiliklarga xonishnali elib keladi. Har qitimqi mehmondorchilikda Shahzoda Amirning malikasini birga elib kelishini shundoq orzu qiladiki, toki Amir Shayx Nuriddin kelib bo'lguncha ko'zini eshikdan uzmaydi. Eshikdan kirib kelayotgan Amir bilan tulumdek samirgan xonishni ko'rib, lassida bo'lib qoladi. Yegan taomlar og'ziga tetamaydi. Paranglar qulqiga xush yoqmaydi. İştihasız, kayıpsiz o'ltiradi. Yuragini ishq o'ti rahimsizlik bilan kuydiradi. Jimxo'r, kamsiz bo'lib qoladi. Mehmondorchilikdan qaytib kelgandan keyin o'zini sharobga, naqshi sozga, mahorat mashq qilishga zo'rlaydi. Mushu usul orqali vujudini chirmab olgan ishq azobini yengillatmoqchi bo'ladi. Shahzodaning chiroyidagi dard hasratni ko'rib, uni yana qiynaverishga Said Ali olibning yuragi chidamadi. Xizmatkor nashtilik uchun elib kirgan qaymoqliq atgan choydan toza hozirlanib sumirib olgandan keyin Shahzodaga qaradi. Xushxabarni ang'ular bormi? Shahzoda do'stining ko'ziga gumonsirab qaradi. Chiroyidan allaqandoq bir kuchlik taqazzoliq iztirob balqidi. Texish qulqim silida Amirzodam. Ol yurak o'g'irsi qasrimizga qadam keltirdi oliylari. Shahzoda Uvaysxonning yuragi xushalliq, hayajondan ko'krigiga patmay qoldi. Chiroyidagi hasrat, g'am, mung tumanlari tarqab, o'rniga yallidi kulki parladi. Ko'zlarini Said Ali olibga ishonchsizlik bilan tikdi. Bu yiliqdek chaqchaq emasdir, Amirzodam. Xotirjam bo'lsizlar oliylari. Bu chaqchaq emas. Kim so'zim? dedi Said Ali olib donima-dona javob berib. Shol topda
Malika sarayimizda og'icham Sulton xotin bilan mungdishib o'ltiribdi. Men qaramnimni ko'rsatmay, o'zdagi xabar yetkazgil g'ibbi yinib chiqdim. Og'izlariga navat Amirzodam. Yursizlar amsa, chiqayli. Ay, oldirmisizlar. Ig'ir besiq bo'lsalar. Hozir mushu turqida yugurib kiradigan bo'lsalar, Malikani o'ng'aysizlantirib qo'ydilar. Balkim xijil bo'lib, qaytishga oldirishim mumkin. Shunga yana bir oz ta'xir qilaydi. Nemishqa? Navoda biz chiqib bo'lguncha ketib qolsaqanda qilamiz. Hargiz ketmaydi. Xotirjam bo'lsalar, Sulton xotun ketkizmaydi. Ketmaydiganligini o'zida qanday biladilar? Boya xotun shundoq degan. Malikaning keladiganligidan o'zlarining xabarlari bor ekan-da. Albatta. Biroq bugun kelib qilishini o'ylamagan. O'zlarini deb tunogin Sulton xotun aloyidan haramga kirib, Malika bilan qasrimizning o'ttirisiga yo'l silib chiqdi. Shu sababdan Malika qasrimizga kelganga ahvoldan qaraganda Malikami o'zlariga oshiq bo'lgan o'xshaydi. Bo'lmasa bugun atiganda kelmas edi. Shahzoda Uvaysxon o'zini deb singlisi bilan bu kuyimchan do'stining qandoq ajil plan tuzganligini darhol pamladi. Qarindoshlik, do'stlik mehri vujudida ko'rildib, yuragini sho'rida eritibdi. Rahmat. Har ishkilarga rahmat. dedi hayajonlangan holda. Shahzoda Uvaysxonga hozirgi bir osh pishimliq kutish, necha vaqtdan beri qarori yo'q kutish, talmurish, davosi yo'q hijron azobidan necha hasri uzun tuyuldi. Shu topda uning uchun vaqt to'limi asta, balkim to'xtab qolgandek bilinadi. Bir daqiqa ortiq kutishga zodili toqati yo'q edi. Pat-pat Said Ali Olibga endi chiqsaq bo'larmi deb yelingandek qaraydi. Shahzoda Uvaysxon Malika bilan ko'rish uchun aloyidan kiyim yutmoqchi bo'luvdi. Said Ali Olib to'sib qo'ydi. Ay, mushundoq chiqayversizlar. O'zlarini Malik bilan ko'rishtirishga tayyorlik qilganimiz chinib qolmasin yana. Malikaga quruq so'lat shahzodalarda to'yg'i berib qo'ymaganliklari afzal. Uvaysxon do'stining bu taklifini loyiq ko'rdi. Endi chiqaydi. Shahzodaning chiroyiga yalladi kulgi yugurdi. Malika Dövlat Sulton xonim Malika Sulton xonim bilan g'izalang'ach qizg'in parang'i tushib ketgan edi. Sarayga kirib kelgan xizmatkor ayol topsida qo'l bog'lab turib ig'iz ochdi. Ma'lum bo'lg'ay, shahzoda oliylari bilan Amirzodam qaytib keldi. Shu hamon Malika Dövlat Sulton xonim yalt etib eshikka qaradi-da, o'ltirgan o'rnida qimirlab qo'ydi. Ko'zlari vujudidagi hayajonliq tuyg'ularni oshkoralab qo'ygan edi. "Og'am kelgan o'xshaydi, oldiga chiqay", dedi Sulton xonim Malika Dövlat Sulton xonimning chiroyidagi o'zgarishga yo'shirun nazar tashlab. Ha, chiqaversilar. Shu topda Malika Dövlat Sulton xonimning Sulton xonim bilan birga sirtga chiqqisi. Ko'zlari orqali yuragiga ishq o'ti yiqayotgan shahzodaning didorini bir ko'rib olg'isi bor edi. Lekin qizliq sharm hayosi ko'ngil orzusiga yo'l qo'ymaydi. Xudoga shukr, uni ko'rolmay ketib qolarman deb ansirgan edim. Oxir ko'rishadigan bo'ldim. Rost, uning bilan qandoq ko'rishaman? Ya oldiga yugurib chiqqili bo'lmasa, qishimga kiramo. Mening bu yerda borligimni anglasa, cho'qim kiradi. Navoda kirmay qolsa-chi? Menga mayli bormidi? Hiliq kunigu ko'zlardan ashundoq ma'noni sezgan edim. Ayol bo'lmayli qaytib kirgan Sulton xonim
Malika Davlat Sulton xonimning chigish xiyollarini o'zib qo'ydi. Malika xiyollarini yig'ishtirib, ishga talmirib qaradi. Ammo ko'rishni orzu qilgan kishisi ko'rinmaydi. Ağamga Malikaning bizni alaydan yo'qlab kelganligini aytib edim, bekli xushal bo'ldi. Malika ijozat bersa, qishig'i kirib salom bergach, o'z og'zim bilan tashakkur bildirib olsam deydi. Shunga ijozat so'rab kirishim. Malika Davlat Sulton xonimning yuragi xushallikdan dupildab ketdi. Shahzoda oliylari xo'yma qoida usulliq ekan. İcazet so'rashining hojati yo'q-ku. Kiraversin. Amsa, men ijozatlarni yetkazay. Dedi o sulton xonim kayniga yenib. Malika Davlat Sulton xonimning yuragi yana qaytadan silib ketdi. Vujudini tasvirligisiz bir hayajon chulg'ib olgan edi. Hayal o'tmay mehmonxonaga avval Shahzoda Uvaysxon, ondan Said Ali olib, ang orqasida Malika Sulton xonim kirib keldi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining birinchi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Rahmat. Hozirli yana men Amirzodam. Malikamning oromini buzib qo'ymay yana. Musha xizmatkorlarni qachon bo'lib oldi? Yangi choy damlab kiringlar desam, hech kirmayotdi. Ko'ngil degan shundoq narsa zoti. Uni har qanday qilibmi ta'qib qilib olg'ili bo'lmaydi.